Ulan-Bator shahrida bo'lib o'tgan yuqori darajadagi muzokaralar O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi munosabatlarni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Davlatimiz rahbarining rasmiy tashrifi ikki davlat o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik asosidagi munosabatlarni yo'lga qo'ydi. Bu nafaqat siyosiy ifodadir, balki aniq huquqiy amaliy asoslarga ega keng ko'lamli dasturlar, loyihalar va tashabbuslarning majmuidir. Imzolangan hujjatlar sohaviy hamkorlikning institutsional poydevori bo'lib, ikki davlat rahbarlari tomonidan imzolangan qo'shma deklaratsiya ikki davlat munosabatlarining siyosiy barqarorligi, o'zaro ishonch va yaqinlashuv sari qo'yilgan muhim diplomatik qadamdir. Shu bilan birga 10 dan ortiq sohalardagi alohida bitim va dasturlardan iborat hujjatlar to'plami bu sheriklikning aniq amaliy yo'nalishlarini belgilab berdi. Jumladan, sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik, tibbiyot fani, profilaktika va raqamli tibbiyot yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilsa, oliy ta'lim bo'yicha bitim talabalar, olimlar va professorlar o'rtasida akademik almashinuvlarni, qo'shma dasturlarni rag'batlantiradi. Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kelishuv yoshlar salohiyatini rivojlantirish, qo'shma munosabatlar va sport infratuzilmasini rivojlantirish imkonini kengaytiradi. Tog' sanoati bo'yicha bitim esa Mo'g'ulistonning resurs salohiyati va O'zbekistonning qayta ishlash imkoniyatlarini birlashtirishni ko'zda tutib, qishloq xo'jaligi bo'yicha hamkorlik rejasi qabul qilindi. Bu chorvachilik, genetika va agrar ta'lim sohalarida qo'shma loyihalarni o'z ichiga oladi. Investitsiyalar va sanoat sohasidagi bitimlar iqtisodiy hamkorlikni institutlashtirish, investorlar uchun qulay muhit yaratishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga ekoturizm sohasidagi harakatlar rejasi ham qabul qilindiki, bu sayyohlikda ekologik barqarorlik, bioxilma-xillikni asrash va madaniy merosni targ'ib qilishni ko'zda tutgan. Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kelishuvlar bugungi kunda eng muhim kelishuvlardan biri bo'lib, iqlim o'zgarishiga qarshi hamkorlikni chuqurlashtirish, yashil iqtisodiyot sari o'tishda tajriba almashinuviga xizmat qiladi. Arxivlar o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi bayonnoma esa tarixiy manbalarni o'rganish, qo'shma tadqiqotlar o'tkazish, umumiy tarixiy merosni tiklash imkonini yaratadi. 2025-2028 yillarga mo'ljallangan madaniyat, turizm va yoshlar siyosati bo'yicha hamkorlik dasturi endilikda festivallar, san'at almashinuvlari, yoshlar loyihalari orqali xalqlar o'rtasida yaqinlikni yanada mustahkamlaydi. Imzolangan ushbu hujjatlar shunchaki ramziy emas, balki ularning har biri yo'l xaritasiga asoslangan aniq muddat, mas'ul vazirliklar va kutilgan natijalarni o'z ichiga olgan.